Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Karol Pesar. Bugungi videomiz post kartalar open pack bo'ladi. Jigarlar, bugun kecha kelgan, ya'ni payshanba kuni kelgan barcha open pack barcha post kartalarni ko'rib, statistikalarni ko'ramiz. Bizga eng yaxshilar kerak bo'lganlarni ochib, gameplay chaqiramiz. Bo'lmasam kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bo'lmasam biz boshladik, jigarlar. Xo'p. Bugun kecha bilasizlar, mana bu kanal ham keldi, pak ham keldi. 150 talik Eto super statistikada. Endi super emas, hozir KF kartalar vash ko'payib ketdi. Endi Eto ham o'sha top 10 taliklarga kiradi. Men uchun endi unday anav emas, nima zo'r emas. Men boyna bittagina ochdim imkoniyatga. Xo'p, mana Greenwood boshladik. Greenwoodni tushirib oldim birinchi imkoniyatdan. Creative playmaker. Mana bu yerda statistiklarni ko'rsanglar bo'ladi. 96 bo'ladi. Driblingi normalniy 87, 86, tight pass, low pass 85, lofted pass. Bular kerak emas. 82, heading bor ekan 61. Curl qolmaydi, bu emas. Double touch Marcel Torren, cut behind and long range curler, ya'ni uzoqdan turib curler qilar ekan. Long range shooting, ya'ni uzoqdan turib zarba ham bera oladi bu. One touch pass, through passing outside the curler, super sub. Demak bu ikkinchidan super sub. Ferran Torres. Bu nima? Endi xafa bo'lmanglar-ku, qiyshiqlar qiroli deydimi, endi shunday. Endi men shunday deb o'ylayapman-da, qilgan qilg'iga. Endi o'ynatib ko'ramiz, tushish kerak bizga. Ferran Torres yaxshi statistika, headinglar kelgan. Mana long range kurlar normalniy, super sub ham. O'sha Barsada Atletikoga qarshi urdimda, qayerga qarshi? Build up, mana Gihi. Mark Gihi, ya'ni City'ning yangi yosh o'yinchisi. Yaqinda Realga qarshi o'ynaganda eng yomon o'yinchilardan bittasi bo'lib qolgan edi. 90 defensive tackling, 91. Yaxshi speedlar qanday ekan? Speedi 87 unchalik zo'r emas, lekin yaxshi bo'ladi. Dueling, headingi bor. Weighted pass, blocker, endi bular himoyachiga xos statslar. Skilllar ya'ni. Denzel Dumfries. Bu Niderlandiyalik, menimcha, Niderlandiyalik. Eng zo'r kartasi emas bu, lekin potiv karta-ku, endi unchalik zo'r kelmagan. Heading. Bunaqa futbolchilar hozir shu hafta kelgan potiv kartalarda heading yaxshi bo'lgan. Nikola Kante da menimcha heading bilan kelgan. Box to box. Yaxshi. Defensive tackling 90-92, tackling 92 ekan. Agressiya 91, yaxshi. Defensive engagement 93. Nima deb bilmadim to'g'ri. Stamina 92, yaxshi. Dipping shot, one touch pass. Blocker, man marking. Yo'q, heading kelmagan. Bo'y pastki uni. Bo'y necha uni? Bo'y 1.18 kalta. Yo'q. Mendan ham kalta ekan bo'yi. Juda ham kalta. Xo'p. Bo'ldi, qolganlarga o'tmaymiz. Xo'p, bizga kimlar kerak? Ferran Torres kerak, Gihi kerak va Dumfries ham tushib bersa yaxshi bo'lardi. Nikola Kante yaxshi ekan. Xo'p, bo'lmasam bismillah deb birinchi ochishimizda 100 coindan boshlab ochamiz. O'zi 100 coindan ochiladi. Xo'p. Jigarlar, bosdik. Qani?
Qani Ferran Torres, давай, Ferran Torres. Gihi, 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 Mark Gihi. Yosh bu, yosh o'yinchi. Necha yosh edi bu? 25 yosh. 25 yosh. Yoshda baribir. Xo'p. Bizga keraklilar tushyapti o'sha. Kim o Malyen ham tushib bersa zo'r bo'ladi. Malyen. Ferran Torres tushishi kerak. Ferran Torres nima bu? Yo'q, golkiper Lyonda o'ynaydi. Ismi nima edi? Grif. Golkiper kerak emas to'g'risida. Nima qilaman golkiperni? O'zi ushbu kartaga golkiper qo'shmaydi, nima kerak? Hay o'ynatib ko'ramiz golkiperni ham. Ferran Torres tushishi kerak. Ferranmi? Ferran emasmi? Ferran emas. RB Brighton o'ynayotgan. Wifer. Afsuski biz xohlaganlar tushmadi, lekin Gihi va Greenwood tushdi. Oxirlardan tushyapti. Endi mana bu yerda Ferran Torres qolib ketdi. Menga Ferran Torres kerak aslida. O'zi shu uchun ochgandim. No, mayli. Unda biz gameplayni boshlaymiz. Hozir men buni hozir. Mana bu yerdan tak. Tushirib olgan kartalarimizni olamiz. Order of sign. Mark Gihi. O'zbek bo'larkan yaxshi. RBga mana qo'yamiz. Bistakan. Neda Wifermida golkiper mana uni qo'yib ko'raylik chiqanday. 96 Greenwood hujumda o'ynaydi o'zi. Trening qilamiz bilan faqat. Ana gameplayda endi men uni qo'ymayman. Match o'ynamayman. Bularga jalb match jalkada, chunki zo'r o'ynamaydi bular. Greenwood yaxshi o'ynaydi, bilaman. O'ynab ko'rganman, menda bor edi kartasi. Pixie bor. Shu Marselda o'ynaydigan. Marselda o'zi yaqinda kimni yutdi ya? Marsel. Qaysidir jamoani yutdi. Dahshat gol urdi-da. Keyin kecha men Olisida urib tashladim-ku. O'tyapti. Yo'q, bo'lmaydi. Xo'p, jigarlar, bo'lmasam Open Pack yoqqan bo'lsa, videoga like va obuna bosib qo'ying, chunki videomiz qolishni boshlayapti. Shuning uchun videoni o'chirishga to'g'ri keladi. Xo'p. O'sha gap, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Kanalimiz tezroq 500 ta bo'lsin, 1000 ta bo'lsin. Qancha ko'paysa bizga yaxshi, jigarlar. Sizlar bilan yana Karol Pesser ko'rishamiz keyingi videolarda. Jigarlar, keyingi hafta ham Open Pack'dan qilamiz. Anchadan beri video chiqarmagan edim o'zi.